San'atni sevgan qalblar uchun yangi imkoniyatlar eshigi ochilmoqda. Iqtidorli, orzu intilishlarga boy, san'atga mehr qo'ygan yoshlar diqqatiga. Guliston ixtisoslashtirilgan san'at maktabi yurtimiz madaniyati va san'ati uchun munosib ijodkorlar, mohir ijrochilar hamda kelajak ustozlarni tayyorlab kelayotgan nufuzli ta'lim muassasasi 2026-2027 o'quv yili uchun qabul e'lon qiladi. Agar qalbingizda san'atga muhabbat, sahnaga ishtiyoq va ijodga chanqoqlik bo'lsa, sizlarni quyidagi ta'lim yo'nalishlariga taklif etamiz. Musiqa yo'nalishlari 5-sinf, 9-sinf va 10-sinf bazasida. Musiqa yo'nalishlari: xor dirijorligi, an'anaviy xonandalik, estrada xonandaligi, musiqa nazariyasi, fortepiano ijrochiligi, damli va zarbiy cholg'ular ijrochiligi, xalq cholg'ulari ijrochiligi, estrada cholg'ulari ijrochiligi, torli cholg'ular ijrochiligi, teatr, raqs, xalq ijodiyoti tasviriy va amaliy san'at yo'nalishlari, drama teatr va kino aktyorligi, qo'g'irchoq teatr aktyorligi, xalq raqsi ijrochiligi, madaniy ma'rifiy tadbirlarni badiiy bezash, dastgohlik, rang tasvir. O'qish muddati: musiqa yo'nalishlarida 7 yil, teatr, raqs, xalq ijodiyoti va tasviriy san'at yo'nalishlarida 3 yil. Bitiruvchilarga davlat namunasidagi diplom beriladi hamda ular bolalar musiqa va san'at maktablarida pedagogik faoliyat yuritish huquqiga ega bo'ladilar. Uzoq hududlardan kelgan o'quvchilar yotoqxona bilan ta'minlanadi. Hujjatlar qabuli 2026-yil 1-iyundan 30-iyunga qadar davom etadi. Qabul o'rinlari cheklangan. Iqtidoringizni namoyon etish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Bizning manzil Guliston shahri, Ma'naviyat mahallasi, Ezgulik ko'chasi, 96-uy. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 477 77 25, 97 kodi bilan 903 34 43. Qabul ijodiy sinovlar asosida amalga oshiriladi. Guliston ixtisoslashtirilgan san'at maktabi iste'dodlar kamol topadigan maskan.